Hozir men senga quyosh va bulut haqida ajoyib bir ertak aytib beraman. Qadim zamonlarda qumko'k osmon bag'rida oltin quyoshcha yashar ekan. U o'zining yaltiroq nurlari bilan faxrlanishni juda yaxshi ko'rardi. Har kuni ertalab uyg'onib, yer yuziga qarab, "Men dunyodagi eng kuchli va eng chiroyliman. Mensiz hamma yo'q qop-qorong'i bo'lib qolardi", deb maqtanar edi. Kunlardan bir kun osmonning chetida kichkinagina kulrang yomg'ir buluti paydo bo'libdi. Buni ko'rgan quyoshchaning jahli chiqibdi. "Hoy kulrang bulut, mening nurlarimni to'sib nima qilyapsan? Sening ko'rinishing juda xunuk, faqatgina hammani ho'l qilasan", deb uni masxara qilibdi. Bulutchi juda xafa bo'libdi va indamaygina uzoqlarga suzib ketibdi. Quyoshchi esa yanada qattiqroq porlay boshlabdi. Oradan kunlar o'tibdi. Quyoshcha tinmasdan qizdirgani sababli yerdagi daryolar qurib, gullar so'lib, daraxtlar barglarini tushira boshlabdi. Hatto o'rmondagi qushlar ham chanqoqdan sayrashni to'xtatishibdi. Kichkina bir gulchi boshini egib pichirlabdi. Qaniydi hozir bir tomchi suv bo'lsa, chanqoqdan nobud bo'lyapman." Buni eshitgan quyoshchi hayron bo'libdi. "Nega xafasizlar? Men axir sizlarga eng issiq nurlarimni beryapman-ku", debdi u. Dono eman daraxti xo'rsinib javob beribdi. "Sening nurlaring juda chiroyli quyoshchi, lekin me'yordan ortiq issiqlik hayotni so'ndiradi. Bizga yashash uchun faqat yorug'lik emas, balki yomg'irning tomchilari ham kerak." Quyoshchi qilgan xatosini tushunib yetibdi. U o'zini juda yomon his qilibdi. Uzoqlarga ketib qolgan bulutchani chaqira boshlabdi. "Bulutchi, do'stim, qayerdasan? Iltimos qaytib kel, bizga yordam ber." Bulutchi quyoshchaning samimiy chaqirig'ini eshitib, tezda yetib kelibdi. U yer yuziga maydalab shirin yomg'ir yog'diribdi. Chang bosgan barglar yuvilib, gullar yana qaddini rostlabdi. Qushlar quvonch bilan chuldiray boshlashibdi. Quyoshchi esa bulutchiga qarab, "Meni kechir do'stim, sen bo'lmasang yer yuzi bunday yashnab turmasdi. Har birimizning o'z o'rnimiz bor ekan", debdi. Shunda ajoyib mo'jiza yuz beribdi. Quyosh nurlari yomg'ir tomchilariga urilib, osmonda rang-barang kamalak paydo bo'libdi. Bu quyosh va yomg'irning do'stligi belgisi ekan. Shu bilan birga ertagimiz ham tamom bo'ldi. Endi yotib maza qilib uxlash kerak.